Bilasizmi, hatto bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan ham piramida qurish deyarli imkonsiz. Muhandislar zamonaviy uskunalarga ega bo'lishiga qaramay, piramida qurishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishlari aniq. Xo'sh, unda qadim zamonlarda ular bu ishni qanday uddalashgan? Ba'zi nazariyalar piramidalarning tashqi sivilizatsiya yordamida qurilganligini ilgari suradi. Lekin agar buni chetga surib mantiqan o'ylasak, piramidalar taxminan 4,5 ming yil avval, milodan avvalgi 2550-yillarda qurilgan. Balki o'sha davr odamlarining texnologiyasi biz tasavvur qilganimizdan-da rivojlangan bo'lgandir. Chunki o'ylab qarasak, piramidalarda ishlatilgan toshlar juda uzoq masofalardan tashib keltirilgan va ularni piramidaning tepa qismiga olib chiqishning o'zi bir sir bo'lib qolmoqda. Eng qizig'i shundaki, buyuk piramida 4 asosiy yo'nalish shimol, janub, sharq va g'arbga shunchalik mukammal ravishda moslab qurilganki, hatto bugungi zamonaviy uskunalar ham bunday aniqlikni ta'minlashda qiynaladi. Olimlar hanuzgacha ming yillar avval bu ish qanday uddalanganligini tushuna olmagan. Eng qizig'i, piramidaning koordinatalari 29,792,458 daraja shimoliy kenglikda joylashgan bo'lib, bu yorug'lik tezligi qiymatiga deyarli to'liq mos keladi. Savol tug'iladi: bu shunchaki tasodifmi yoki hanuz kashf qilinmagan chuqur ilmiy sir? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.